Salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men yana o'sha Talasan Normurodov kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda nomidan ko'rib bilib turganingizdek, yangi kelgan qora kartali Coming Son degan kartali futbolchilar mana do'stlar. Men o'zimni postimda qo'ygan edim, xuddi mana shunaqa bo'lib kelishi kutilmoqda deb va mana xuddi shunaqa bo'lib kelmoqda. Xo'sh, sizlarga bu haqida hozir ma'lumot beraman, qanday qilib olasiz, qanday qilib buni nima deydi, olish ehtimolini katta qilish shularni haqida tushuntirib gaplashamiz. Xo'sh, obunachilar, mana ko'rib turganingizdek 20 soat 57 minutdan so'ng u ochiladi. Ya'ni agent ochiladi. Keyin biz agent ustiga bitta bosganimizda mana bu yerda mana 370 bitta olmosga olishimiz mumkin. Sizlarga hozir ko'pchilik bilasizlar, DS25 da ham futbolchilar kelganda ularni olish uchun xuddi mana shunday xuddi mana agentni bosib mana bu yerdan olmos sarflab olishimiz kerak edi. Lekin bittada tushmasdi har kimga ham, necha marta urinsak ham. Shuning uchun do'stlar, sizlarga 100% emaski 80% olishni o'rgataman. Birinchi do'stlar, agar mana bu yerdan ochilgan bo'lsa, mana olmos sarflamay mana shuni ochilgan bo'lsa yoki tanga sarflab mana shu yerni ochsanglar bo'ladi. Ochib, legendarniy Arema Common 2 marta ochib futbolchi olib sotsanglar, keyin mana bu yerdan mana bunday arzon 100 minglik, 380 minglik futbolchilar keladi. Shularni ham olib sotsanglar, sizlarga foizingiz kattaroq bo'ladi mana buni olishga. Keyin bunda 375 ta mana tangangizni ishlatasizlar. Men tangam ko'rib turibsizlar bolalar, o'sha men bitta yoki ikkita tushirishim mumkin, xudo xolasa agar. Lekin hammasini ham ishlatmayman. Bitta agentmi, ikkita agentmi ochaman. Chunki hali futbolchilarni kuchaytirishim kerak. Xo'sh, mana ko'rib turibsiz. Buni hali video qilib ham olaman do'stlar. Birgalikda video qilamiz. Xudo xolasa 20 soatdan so'ng birinchilardan qo'yishga harakat qilib ko'raman. Pulingizga kuymaysizlar do'stlar, chunki bu yerda Cole Walker juda ham ajoyib himoyachi, Manchester City da o'ynagan, yoshga Guardiola hozir ham Manchester City da o'ynayotgan Real o'tishi kutilmoqda. Keyin Perisic juda ham ajoyib o'yinchi va uni o'yinini ko'rganlar biladi. Keylor Navas, bilasiz, Real Madridning eng yulduzli tarkiblarida va eng prime davridagi darvozabon va ajoyib dunyoning eng zo'r darvozabonlaridan biri. James Rodriguez hozirda DLSda juda ham kartalari pasayib ketayotgan bo'lsa ham yildan yilga, lekin mana bizga World Cup, ya'ni dunyoning eng yaxshi o'yinchilari qatoriga qo'shilmoqda. Kevin De Bruyne, bilsangiz Kevin De Bruyne'ga atab bitta qo'shiq bor. Kevin De Bruyne Instagramda chiqadi. Buni ko'rgan bo'lsangiz albatta bilasizlar. Ajoyib yarim himoyachi, pulingizga kuymaysizlar. Lionel Messi do'stlar, to'g'risini aytsam, men Ronaldoni fanatiman, lekin Lionel Messi ham juda ham ajoyib futbolchi do'stlar. Men shu Ronaldodan so'ng Lionel Messini eng zo'r deb bilaman. Xo'p, bu yerda Cristiano Ronaldo do'stlar, hamma orzu qilsa kerak mana shu futbolchini olishda. 87lik kartasi ikkalasi ham juda ham ajoyib. Endi do'stlar, afsuslanmayman, bu yerda kim tushsa ham, lekin Ronaldo tushishini xohlar edim. Walker tushsin, Guardiola tushsin, lekin umuman afsuslanmaysizlar do'stlar. Juda ham ajoyib statistikalarda kelgan. Mazza qilib o'ynatasizlar do'stlar. Ronaldo tushsa lekin bittada juda ham ajoyib bo'ladi. Xo'p, aytganimdek, bularni olish uchun futbolchi olasizlar, sotasizlar. Mana shuni qilsanglar do'stlar, o'zingizga foyda bo'ladi. Xo'p, men mana ikkita agentim ham turibdi, shuni olaman va sotib, mana bu yerdan ham bitta 380 ming yoki 710 minglikmi futbolchi olib sotib yuboraman do'stlar. Xo'p, do'stlar, mana shunday gaplar. Yana qanaqa videoroliklar chiqsa ham xudo xolasa albatta men yana bundan ham zo'r kontentlarni chiqarishga harakat qilaman. Do'stlar, agar mana ko'rib turibsizlar,
kuchaytirgichlarim 36 ta kuchaytirgich. Mana ko'rib turibsizlar. Mana qora kartali futbolchini olishiga ham yaqingina qoldi. Sizlar podдержкада bo'lib turib, like, obunani bombillatib tashlasanglar, hozir kanalimizda 40 ta obunachi bor. Agar biz 45 ta bo'lsak va shu videoga 10 ta like yig'ib bersanglar, men yigitcha gapim kuchaytirgan videolarimni hamda mana bu tushadigan agentlarni birgalikda ochamiz. 2 ta ochamiz. Agar 10 ta like bo'lsa 2 ta, 5 ta like bo'lsa 1 ta ochamiz. Agar 5 tadan kam bo'lsa do'stlar, bilmadim. Uni video chiqara olamanmi, yo'qmi? 10 ta like bo'lsa 2 ta ochamiz, 5 ta like bo'lsa 1 ta do'stlar. Do'stlar, shuning uchun hoziroq like bosib, kommentariyaga davay deb yozib qoldiringlar. Podдержка uchun do'stlar, podдержка. Olmoslarim ko'rib turibsizlar, qanchalik ko'pligini do'stlar. Mana bu yerda padarkam olaylik. Xudo xolasa mana bosamiz bu yog'iga hali o'ynab do'stlar, telefonimizda live qochishlarini ko'ryapsizlar. Samsung J6 Plus. Nimaga bunday qota bilmayman lekin. FPS juda ham kam ko'rsatib bera olsizlar ko'rsaman. Mana 60 FPS ga qo'yganman. Eng yaxshi shu. Lekin nimaga unaqa bilmayman. Xo'p, xudo xolasa do'stlar, podдержкалab o'tirsanglar, albatta mana shu futbolchini ochamiz. Va eng qizig'i oldimda ukam bilan ochamiz, ukam. Ha, do'stlar, ukam ham bor. Xo'sh, albatta 10 ta like, 2 ta agent. 5 ta like, 1 ta agent. 5 tadan kam like yozmasalar kerak, unchalik past ketmaylik, 40 ta obunachi bor ya. Keyin 2 ta obunachi kelish kerak borda. Bitta. Shunaqa. Agar mabodoga 50 ta bo'lib qolsak, men gapimga javob 3 ta agent ochaman. 23-o'rindamiz. Buni ham o'ynashim kerak bugun. Kechasi bilan o'ynab tayyorlarga chiqish kerak. Men buni ham tezroq olish kerak do'stlar, olish bir kun qoldi. Hammasini olishim kerak berdi. Bu yerdan sizlar kim tushadi? Ko'pchilik aytayapti, Cannavaro tushadi deyapti. Lekin menga Cannavaro kerak emas. Rivaldo tushsa men juda ham xursand bo'lardim. Cannavaro ham to'g'ri, lekin Rivaldoning taktikalari juda ham ajoyib. Xo'p, sizlar bilan Dalas Normurodov bo'ldi. Video ham cho'zilib ketmoqda. Albatta men aytgan usullarni qo'llasanglar, albatta sizlar bu futbolchilarni olasizlar va xudo xolasa men shular agent ochganim, kuchaytirganim haqida video bir haftada xudo xolasa chiqadi do'stlar. Sizlar bilan Dalas Normurodov bo'ldi. Podдержка qiladiganlar uchun rahmat. Kommentariyaga omad deb yozib qoldiringlar.